Assalomu alaykum. YouTube ahli. Baliq ishqibozlari. Ko'pchilikdan bir savol kelyapti. Chovoqchilik masalasida yana. Ko'pchilik xato qilyapti. Ko'paytirishda, lichinkani saqlab qolishda. Savollarim shunga qaratilgan. Buni kengroq tushuntirmoqchi bo'ldim va ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun yana video qilishga to'g'ri keldi. Men bu hovuzda yonidan bekorga bunaqa kichkina basseyn qilganim yo'q. Savol shunday bo'layaptiki, yeb ketyapti ekan baliqlarni urug'lagandan keyin kamayib yo'qib ketyapti ko'pchilikniki. Bu hovuzimizda har xil baliq bor. Lom balig'i ham bor, sazan ham bor, talstolov ham bor. Yo'yi balig'i ham bor, karaz bor. Endi bu hovuzga tog'gandan keyin, lichinka qo'ygandan keyin, urug' qo'yib ochgandan keyin mana bu hovuzga ko'chirish shart, обязательно. Basseynga. Basseynda boshqa turdagi baliq bo'lishi mumkin emas. Chunki lichinkani yuvoradi. Shu sababdan lichinkalar kamayib, o'zidan o'zi yo'qib qoladi. Buni oziqasi nima deganlarga, buni oziqasi dafniya. Ko'pchilik bilmasligi mumkin dafniya nimaligini. Bu haqida ham video qilamiz, xudo xolasa. Shu basseynda 10 kun, 15 kun atrofida ona ota baliqni yana ko'chirib bu basseynga olish kerak. Buni ota-ona o'zi ham patira qilishni boshlaydi. Bolalar kattaro'rgandan keyin och qolsa, kam-kamdan yuvoraveradi. 5 mingta chiqish kerak bo'lsa, keyin u 50 gram, 100 gramga borib sanaganingizda 800 ta mingta, 500 taga tushib qoladi. Shuning uchun biz yonidan basseyn qilishimiz sababi shu, alohida o'tkazib ko'chirishimiz sababi shu. Patirani kamaytirish, mahsuldorlikni oshirish uchun mana shu joyga ko'chiramiz. Bu hovuzda agar katta hovuzda qoladigan bo'lsa, uni qolgan baliqlar yuvoradi. Oziqasiga kelsak, dafniya. Dafniyasiz buni eplab bo'lmaydi. Shuning uchun ko'chirgandan keyin basseynda dafniyadan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Hali baliq to'g'risida aytayman. Qurt-qumursqalar, boshqa hasharotlarning zarari yo'q. Ular kerak. Xo'sh, yana nima deymiz? 30 kunlik, 40 kunlik, 45 kunlik bo'lganda qo'ldan oziqa yeyishni boshlaydi lichinkalar. Dafniya ham yuradi. U 200-300 gram bo'lguncha ham dafniya yeydi. Bunda 40 kun, 45 kunda bo'lganda 7-8 sant, 10 santiga yetganda qo'lda oziqa yeydi. Lekin keyinchalik kattaroq hovuzlarga ko'chirish kerak. Chunki 5 mingta, 10 mingta bu joyga qisilib qoladi. Basseynda boqsa bo'ladimi deyapti, shu lichinkasini. O'sha ko'chirishda basseynga ko'chirsa ham bo'ladi. Lekin haroratiga e'tibor berish kerak. Chunki basseynda suvning sathi bir xil turgani uchun isib qolishi mumkin. Nobud bo'lib qolishi mumkin baliq. Soya joy bo'lsa, shu harorat 25-35 orasida tursa bo'ladi. Yana kimda qanday savol bo'lsa,
Telegramga yozib qo'ysangizlar, xudo xohlasa shu savollarga qarab video javob qilamiz, xudo xohlasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.